Assalomu alaykum animezon obunachilari. Bugun biz sizlar bilan Jojogarlar jangidagi Gojo Satoru yoki Naruto animesidan Madara qaysi biri kuchli degan savolga javob olamiz. Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qani unda biz boshladik. Ularning eng kuchli versiyalarini olamiz. Gojo Satoru Sukuna bilan qilgan jangidagi formasini, Madarani bo'lsa 6 yo'l donishmandi formasini olamiz. Bizlar ularni 7 ta mezon bo'yicha solishtiramiz. Bular jismoniy kuch, tezlik, hujum kuchi, energiya, himoya, jangovar aql va qobiliyatlar. Bu mezonlar bo'yicha solishtiramiz va oxirida tasavvuriy qisqa jang bo'ladi. Qani unda biz boshladik. Birinchisi jismoniy kuch. Jismoniy kuch jihatdan Satoru oddiy odamlardan ancha yuqori kuchga ega. Ammo u jismonan juda katta kuchga ega emas. U kuchli zarbalar berish uchun qo'liga la'nat energiyasini sindiradi, shu orqali kuchliroq bo'ladi. Ammo bu sof jismoniy kuch emas. Jismoniy kuch jihatdan Madara anchagina kuchli. 6 yo'l donishmand sifatida uning kuchi mutlaq ilohiy. Bu borada Madaraga 1 ochkoni beramiz. Chunki u jismoniy kuch jihatdan Satorudan ancha kuchliroq. Keyingisi tezlik. Tezlik jihatdan Satoru anchagina tez. U o'z olamida bir nechta la'natlar bilan bir vaqtda jang qila olgan va undan tashqari Sukuna, Mahuraga va yana bir Shadow bilan bir vaqtning o'zida jang qila olgan va metroda 5 daqiqa ichida minglab la'natlarni yo'q qilgan. Madaraga kelsak, u 80 ming shinobiga hujum qilgan vaqtida bir nechta shinobilar bilan bir vaqtning o'zida jang qiladi. Ammo uning tezligi juda katta emas. Bu borada Satoruga 1 ochkoni beramiz. Chunki Madara asosan Rinnegan va Sharinganiga asosan harakat qiladi. Gojo Satoruga kelsak, bu borada Madaradan biroz tezroq harakat qiladi. Keyingisi hujum kuchi. Hujum kuchi borasida Satoru o'zining 3 ta asosiy kuchli hujumlari bor. Bular pushti yordamida mutlaq vayron qilish, qizil yordamida hamma narsani o'ziga tortish, ko'k yordamida hamma narsani o'zidan shirish. Madaraga kelsak, u 80 ming shinobini ustiga asteroid tashlagan. Buni 2K'ga zo'rg'a to'xtatadi, ammo u yana tashlaydi. Bu borada Madaraga 1 ochkoni beramiz. Chunki Madaraning hujum kuchi kattaroq. Keyingisi energiya. Energiya borasida Satoruda ancha katta energiya bor va old ko'z yordamida u deyarli juda kam energiya sarflaydi. Ammo unda juda katta la'nat energiyasi mavjud emas va u uzoq jangda energiyasini tez yo'qotadi. Madaraga kelsak, u tirilganidan boshlab toki jangning oxirigacha bir necha kun janglarni o'tkazgandan keyin ham uning chakra zaxirasi tugamadi va o'zining eng yuqori formasida deyarli cheksiz chakra zaxirasiga ega. Bu borada Madaraga 1 ochkoni beramiz. Chunki uning chakra zaxirasi deyarli cheksiz. Keyingisi himoya. Himoya borasida Satoruning o'zining maxsus texnikasi mavjud. Ya'ni unga qancha tezlik bilan va qancha aniq bilan yaqinlashmasin, uning yaqiniga kelganda hamma narsa cheksizlikka, ya'ni vaqt orqali to'xtab qoladi va teskari la'nat texnikasi orqali o'zini davolay ham oladi. Ammo unda teskari la'nat energiyasi juda ko'p emas. Ya'ni u juda ko'p jarohat olsa, o'zini davolay olmay qoladi. Madaraga kelsak, u 6 yo'l donishmandi sifatida o'zining istalgan joyini tiklay oladi va unda Susano bor. Susano orqali deyarli hamma hujumlardan himoyalana oladi. Bu borada Satoruga 1 ochkoni beramiz, chunki u deyarli to'liq himoyalangan. Susanoga kelsak, u ko'proq zarar yetkazsa yo'q bo'ladi. Keyingisi jangovar aql. Jangovar aql jihatdan Satoruda juda ko'p ko'nikmalar mavjud. U jang aql jihatdan 1000 yil yashagan Sukunadan ancha aqlliroq bo'lib chiqdi. Madaraga kelsak, Madara ham yetarlicha aqlli, ammo u asosan janglarda Sharinganiga tayanadi. Jangda Sharingani orqali asosan harakatlarni o'qiydi. Shuning uchun bu borada Satoruga 1 ochkoni beramiz. Chunki u tug'ma daho bo'lib tug'ilgan. Madaraga kelsak, u bu borada ko'zlariga ko'proq ishonadi. Oxirgisi qobiliyatlar. Qobiliyat borasida Satoruda juda ko'p qobiliyatlar bor. O'zini mutlaq himoya qila oladi, hujumlari ham kuchli va turli xil la'nat texnikalariga ega. O'zining hududiga tortib ketib butunlay qondirib qo'yishi mumkin. Madaraga kelsak, bu borada unda qobiliyatlar ko'proq, chunki Sharingan yordamida Genjutsuga tushirish, Rinnegan yordamida mutlaq to'siqlar
o'zini butunlay davolash va ko'plab qobiliyatlarga ega. Bu borada Madaraga bir ochkoni beramiz, chunki uning Susano va boshqa yana ko'plab qobiliyatlari bor. Mana jangimiz tugadi. Jangimizda 3-4 hisobi bilan Madara g'olib bo'ldi. Endi navbat tasavvuriy qisqa jangga. Aytaylik, ular uchrashib qolishsa va jang qilish kerak bo'lsa, birinchi ikkalasi ham qo'l jangiga kirishadi. Qo'l jangida Satoru qo'l jangida anchagina ustun qobiliyatlarga ega. Ammo Madara Sharingani yordamida harakatlarni oldindan o'qib, bu harakatlarga javob qaytara oladi. Tayog'i yordamida Satoruning cheksizligini yengib o'tishga harakat qila boshlaydi. Bu borada Satoru bir nechta zarbani Madaraga beradi. Madara o'zini davolab, u tomonga olib purkaydi. Bundan cheksizlik yordamida himoyalanadi va Gojo Satoru yana hujum qila boshlaydi. Keyin Gojo o'zining cheksizligiga Madarani olib kirib o'ldirmoqchi bo'ladi. U hududi ochilgandan keyin Madaraning oldiga keladi va boshini ushlaydi. O'sha paytda Gojoning og'zidan qon kela boshlaydi. U menga nima bo'ldi deb Madaraga qaragan. Bularning hammasi illyuziya bo'lib chiqadi va bu vaqt ichida Madara 5-6 ta donishmandning tayog'ini Satoruning tanasiga tiqib qo'ygan bo'ladi va Satoru o'ziga kelishi bilan o'ladi. Bu jangda Madara g'olib bo'ladi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Hammaga rahmat. Keyingi jang kimga qarshi kim bo'lsin kommentlarda kutib qolaman. Xayr, salom.